bir narsani bilmasdan turib, oxiriga yetmasdan turib, kimlarnidir muhokama qilmang. Qo'lingizda bir dalil yo'q ekan, sizga ko'ringan narsalar har doim shunday degani emas. Bizga ko'rinayotgan narsalarning orqasida xuddi hozir hikoyada aytilgandek, mutlaqo va mutlaqo boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun odamlar haqida gapirarkanmiz diqqatli bo'lishimiz kerak. Hech gapirmasak eng yaxshisi shu. Birovni hech muhokama qilmasak eng zo'ri shu. Chunki biz odamlar haqida nimani tushunsak, nimani o'ylasak, xuddi o'sha o'ylagan narsamiz bizning hayotimizda sodir bo'ladi. Biz odamlarni bir shaklda bir narsadan pushaymon qilsak, oxir oqibat pushaymon bo'ladigan o'zimiz bo'lamiz.